O'zbek telekanallari Abduqodir Husanov ishtirok etadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatini namoyish huquqini qo'lga kiritdi. Afrika Osiyo saralash bosqichi play-offning mezbonlarini ma'lum qildi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempioniga qarshi o'ynaydi. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Shu haqidagi batafsil ma'lumotlarni Osiyo futbol kanali siz qadrli obunachilar e'tiboriga namoyish etadi. Albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. 14-iyundan 13-iyulga qadar AQShda klublar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lib o'tadi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur musobaqa Milliy teleradio kompaniya tarkibidagi Sport va Futbol TV telekanallari hamda Zo'r TV telekanali orqali namoyish etiladi. Turnirning ochilish uchrashuvi 15-iyun kuni Misrning Al-Ahli hamda Inter Miami jamoalari o'rtasida tashkil etiladi. Abduqodir Husanov harakat qiladigan Manchester City ilk o'yinini 18-iyun kuni Marokashning Wydad jamoasiga qarshi o'tkazadi. Osiyo futbol konfederatsiyasi yaqinda bo'lib o'tadigan jahon chempionati yo'lidagi saralash bosqichi play-off bosqichining mezbonlari sifatida Qatar futbol assotsiatsiyasi va Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasini tasdiqladi. Jahon chempionati 3-saralash bosqichida 3 va 4-o'rinlarni egallagan 6 ta jamoa, xususan Indoneziya, Iroq, Ommon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari 2025-yil 8-oktyabrdan 14-oktyabrgacha markazlashtirilgan formatda kurash olib borish uchun 3 ta jamoadan iborat 2 ta guruhga bo'linadi. Guruh g'oliblari 2026-yilgi FIFA Jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritadi. Har bir guruhning 2-o'rin egalari 2025-yilning 13 va 18-noyabr kunlari FIFA play-offga chiqish uchun 2 o'yinli bellashuvda ishtirok etadi. G'olib FIFA play-off turniriga yo'l oladi. Rasmiy qur'a tashlash marosimi 2025-yil 17-iyul kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempioniga qarshi o'ynaydi. Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi mundialga puxta tayyorgarlik ko'rishni maqsad qilgan. Ushbu tayyorgarlik jarayonida oq bo'rilar bir qator kuchli va dunyoning top terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushishi ko'zda tutilgan. Chempionat Osiyo ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi oktyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida Argentinaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. O'yin Argentinada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. FIFA e'lon qilgan taqvimga e'tibor qaratsak, o'yin 20-28 oktyabr sanalari oralig'ida bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun Argentina amaldagi jahon chempioni hisoblanadi. O'zbekiston bunga qadar Janubiy Amerika qit'asidan Venesuela, Boliviya, Urugvay bilan kuch sinashgan. Endi navbat Argentinaga. Qadrli futbol muxlislari, xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Menimcha Argentinaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazish bu juda to'g'ri qaror. Umid qilib qolamiz, albatta O'zbekiston terma jamoasi Argentina bilan juda yaxshi o'yin o'tkazadi va Messi jamoadoshlari bilan qanday o'ynashni ko'rsatib qo'yishadi. Eng shoshilinch va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. Bundan-da qiziqroq roliklar hali oldinda. Salomat bo'ling.